Korоче, barcha shogird bizga o'rgatganmiz. Mana shunday ishlashni. To'liq identifikatsiya, shaddosh, EEPROM fleshlarni olib va barcha apparatlar bo'lsa o'zingizga kerak bo'ladi mana. Bizda barcha kabellar, universal kabellar, hamma narsa bor mana. Apparatlardan vaqti problema yo'q bu yerda. Bulardan yo'q, buni o'zi yo'q. Polni bor mana. Apparatlar ham polni bor. Yana aytganman, mana bu launchning katta plansheti. O'sha qolgan bizda, nasib bo'lsa u ham keladi. Ofis biz mana programmani ochganmiz. Chip tuningda. Mana shu taxoyini plastifkasi bo'ladi. Aslida P92 miya ham Trailblazerga, ham taxoyiga tushadi bu miya. Men oldin ham aytganman. Taxoyidan ham bu miya bo'ladi.